Demak, true false not given degan narsa bor, yes no not given degan narsa bor. Ya'ni true to'g'ri, false noto'g'ri va not given berilmagan, ya'ni ma'lumot berilmagan. Bizda endi qaranglar, bu true false not given'da ko'pchilik xato qiladigan narsa bu nazariyaga asoslanish. Ya'ni sizlar readingda berilgan, ya'ni bizga berilgan passageda berilgan ma'lumotlar bo'yichagina sizlar nima qilishinglar kerak? Bajarishinglar kerak. Ya'ni true false not given. Qachonki qarang. To'g'ridan to'g'ri, ya'ni directly copy. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri ko'chirilgan bo'lsa, yoki synonyms, ya'ni sinonimlardan foydalangan bo'lsa, ya'ni gapni ma'nosi o'sha, ikkovida ham lekin bir xil ma'no. Ya'ni ma'nosi the same meaning. Qachonki the same meaning bo'lgan taqdirdagina biz qaysi javobni olar ekanmiz? True javobini olar ekanmiz. Ungacha true emas. Ya'ni aynan berilishi yoki xuddi shu ma'noni anglatadigan sinonimlar yordamida gap tuzilgan bo'lishi kerak. Ya'ni reading bilan bizga berilgan savol. Endi keyingisi eng chalg'itadigan, bu true hech kim chalg'itmaydi. Bizda chalg'itadigan narsa false bilan not given yoki no bilan not given. Endi no qachon beriladi? Ya'ni bunda wrong information, ya'ni bizga umuman noto'g'ri ma'lumot berilsa, bir yoki using of different adverbs, ya'ni turli xil ravishlardan foydalansa, ya'ni ma'nosi turli xil bo'lgan ravishlar. Ya'ni bizga ma'lumot ichida, reading ichida oldi bergan bo'lsa, biz pastdagida some ko'rdik. Ya'ni savolning ichida some. All bilan some bir-biriga sinonim bo'la oladi? Yo'q. All bilan some hech qachon bo'lmaydi. Yoki most. Xo'p, undan ham tashqari bo'lishi mumkin. Misol only so'zi. Yoki yana misol berilishi mumkin. Xo'p, aytaylik. Hard bilan bizga chalg'itish uchun hardly. Ya'ni qachonki bizga ravishlar shakli o'zgargan holatda berilsa, ya'ni gapdagi qolgan hamma so'z birga bir xil. Lekin mana bu ravishlari o'zgargan. Ya'ni mana bu so'zlari o'zgargan yoki boshqa shu turdagi boshqa ravishlar o'zgargan bo'lsa, boshqacha qo'llangan bo'lsa, bu javobimiz 100% no bo'ladi. Yoki nima bo'lar ekan? False bo'ladi. Ya'ni yoki no yoki false holatida bo'ladi. Sababi, qara. Misol keltiradigan bo'lsak, mana aytaylik, all students are lazy deb matnda beryapti. Savolda, ya'ni misol uchun birinchi savol, demak, some of students, xo'p, aytaylik, are becoming lazy. Mana shu joyda qara. All degan so'z ma'nosi boshqa, some of degani ma'nosi umuman boshqa. Shuning uchun ham bu yerda javobimiz bo'ladi. Bunga javob sifatida no yoki nima olinar ekan? False olinadi. Sababi qara. All degani hamma, some of degani biroz yoki mana shu yerda most of degan taqdirda ham, ya'ni misol uchun aytaylik, agar shu joyda most student deb ketganda ham
most student deb ketgani ham biz no yoki false javobini olar edik. Endi true false da yana biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi keyingisi nima ekan? Not given. Not given. Endi qachon bizda savolimiz not given bo'ladi, ya'ni savolga javob not given qilib olinadi? Qachonki sizlar javobni true yoki false deb o'ylashni boshlaysizlar. To'g'ri, ya'ni matnda o'qiysizlar, aynan o'sha joylari bor, aynan o'sha mavzuga olib borishi ham yaqin keladi, lekin aniq berilmagan. Ya'ni bu degani aytaylik, xo'p, O'zbekistonda maktablarda 40% odam, ya'ni maktablardagi o'quvchilarning 40% qizlar, 60% o'g'il bolalar deb bizga savol qo'yilgan. Va matnning ichida xo'p, u yerda ya'ni maktablarda o'quvchilar soniga nisbatan ya'ni o'g'il bolalar ko'proq yoki qizlar kamroq deydigan bo'lsa, bu joyga not given bo'ladi. Bu yerda kamroq yoki ko'proqligini aytadi, aynan proporsiyasini emas. Ya'ni o'g'il bolalar 5 dan 3 qism, qizlar 5 dan 2 qism deb yoki o'g'il bolalar ulardan yarim baravar oshiq deb bermadi. Xuddi shunaqa holatlarda, ya'ni sizlar bundoq qaraganingizda false ga bundoq qarasanglar true ga o'tib ketadi. Xuddi shu vaziyatda biz not given javobini olishimiz kerak. Endi yana bitta sizlarga zo'r life hack, ya'ni sizlarga oson bo'lishi uchun, ya'ni qiyosiy daraja bor, bilasizlar? Qiyosiy daraja. Ya'ni qiyosiy daraja inglizchada nima bo'lardi? Comparative. Ya'ni comparative qo'shimchasi bir bo'g'inlilarga nima qo'shamiz? Er. Voy sharmanda. Er ko'p bo'g'inli bo'lsa the most qo'yiladigan. The most emas-ku. Nima qo'yilardi? More. Ya'ni qaranglar, qiyosiy daraja qachonki bizga ikkita narsa taqqoslanadigan bo'lsa, ya'ni taqqoslanayotganda biz nima ishlatardik? Then bilan ishlatardik, to'g'rimi? Mana bu holatda ishlatardik. Agar mana shu narsani savolda bergan bo'lsa, ya'ni savolda bundoq qilaylik-da. Hop, savol deylik. Ya'ni bizga savolda mana shu narsa berilgan va readingni ichida ham aynan shu qiyosiy daraja aynan shu qiyosiy darajani o'zi ishlatilmasa, ya'ni reading ichida aynan shu qiyosiy daraja ishlatilmasa, bu javob not given bo'ladi. Ya'ni aytaylik, mana bunday deymiz. Xo'p, savol beryapti. Faxriyor is hop aytaylik taller than Oybek. Ya'ni Faxriyor Oybekdan balandroq. Bu bizga nima deb berilyapti? Xo'p, mana bu joyga question qilib qo'yamiz. Ya'ni bizga savol deb berilyapti. Endi biz agar readingni ichida aynan shu narsani topmaydigan bo'lsak, ya'ni aynan shu berilmagan bo'lsa, bu not given javob bo'ladi. Ya'ni misol uchun aytaylik, Faxriyor is tall and aytaylik thin. Oybek is fat and aytaylik lazy yoki aytaylik mana borani 170
70 santimetr. Mana shu holatda bersin deylik. Ya'ni bizda savol Faxriyor Oybekdan nimaroq, balandroq, pastda Faxriyor baland, ozg'in, Oybek semiz 170 santimetr. Bu yerda aytayapti, mana baland deb qo'yapti deb sizlar turib olishingiz mumkin. Yoki bu yerda o'xshab ketadi. Masalan, hop Oybekni 70 santimetr deyapti. 70 santimetr o'rtacha bo'lsa, Faxriyor baland desa, demak o'rtachadan balandroq deb turib, hop turib olish mumkin. Yoki hop mana bu yerda o'zi Faxriyor baland deb qo'yibdi. Demak, Oybekdan baland, Oybekni baland demagan deb turib, hop no ham olish mumkin. Endi 170 da ham masalan baland bo'ylikka kiradi. Demak, bu joyga no deb tasavvur qilishga harakat qilishadi. Lekin bu joyda javob nima bo'ladi? Javob not given bo'ladi. Sabab aynan taqqoslanmagan. Ya'ni mana bu joyiga mandoq qilib yozib qo'ysa ham mana Oybek is hop aytaylik shorter than Faxriyor deb qo'ysa, bu javob nima bo'ladi? Bu javobimiz true bo'ladi. Sababi bu tepada aytgan Faxriyor Oybekdan baland, pastda Oybek Faxriyordan kattaroq. Agar mana bunday qilib qo'ysa, hop, yana nima deb qo'ysa, misol uchun qachon yana not given bo'ladi? Agar mana shu joyda hop aytaylik the height of them is the same. Ya'ni ularni bo'ylari nima deyapti? Teng. Demak, bu joyda ham javobimiz nima bo'ladi? Nima bo'ladi? False bo'ladi. Sababi bu yerda teng deb qo'yapti. Ya'ni bu yerda teng degan narsa mana bu joydagi tollarni inkor qiladimi? Tollarni inkor qiladi. Shuning uchun ham bu joyda false bo'ladi. True bo'lishi uchun mana bunaqa aylantirish kerak yoki aynan shu gapni o'zing ko'chirish kerak. Endi false bo'lishi uchun teskarisi, ya'ni Oybek balandroq deyish kerak yoki mana bunaqa. Ya'ni ularni bo'ylari bu narsa false olib keladi. Agar ikkalasida ham bo'yini masalan berib qo'ysa, vaznini ham berib qo'ysa, lekin ikkalasini taqqoslanadigan savollarning hammasiga javob not given chiqadi. Ya'ni deyarli 80-90% holatda taqqoslanadigan javobi not given bo'ladi. IELTSda ham, multi levelda ham taqqoslanganda ko'p holatlarda. Aynan berilgan bo'lsa, biz olamiz true yoki unga qarama-qarshi gap ketganligini false oladi. Ya'ni Faxriyor ozg'in dedimi? Demak, Faxriyor davomida aytadi. Faxriyor 50 kg. Bo'yi 180. Demagunicha mana bu joydagisi false bo'lmaydi yoki true bo'lmaydi yoki masalan Faxriyor semiz demaguncha false bo'lmaydi. Umuman mana shu gapni o'zini savol qilib qo'yib, Faxriyor o'qiydi, unaqa qiladi, bunaqa qiladi, sochini rangi bunaqa, o'zi qop-qora deydigan bo'lsa ham, aynan mana shu bo'yi va ozg'inligi haqida gapirmagan bo'lsa, bu not given bo'ladi. Biz taxmin qila olmaymiz. Ya'ni ko'pchilik taxmin qiladi. Keyin eng qiziqarli va eng oson tushunish usuli. Mana bunaqa reading true false'larda qarang. Readingni ichida ho'kiz tug'adi deb yozilgan bo'lsa, savolda ho'kiz tug'adimi deb so'ralsa, true bo'ladi. Readingda nima berilgan bo'lsa, shu javob to'g'ri. Toshbaqa uchadi deb reading ichida yozganmi, bo'ldi uchadi. Sizlar hayotdan olmaysizlar. Sigir sut ichadimi deb savol bersa, sigir kuniga 15 litr sut ichadi desa, demak shu javob to'g'ri. Yo'q, u suv ichadi desa, false bo'ladi. Uni nima ichish haqida umuman ma'lumot berilmasa, keyin not given bo'ladi. Ya'ni sut ichadi yoki suv ichadi deb yozib qo'ygan, tepada masalan molda hamma suv ichishni biladi, lekin reading ichida suv ichish haqida umuman ma'lumot berilmagan. U kuniga 15 kg hashak yeydi, 2 kg kepak yeydi, 8 kg kunjara yeydi, bunaqa qiladi, bo'zakchasini 8 litr sut bilan boqadi desa ham, u sigirda qancha narsa ichish haqida ketmoqda. Bu buzoq haqida ketdi. Demak, sigir uchun bu narsa not given. Ya'ni ma'lumot berilmagan, no information hisoblanadi. Tushunarlimi?